Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugungi videomizda biz qanaqa qilib Clouds'ning horror eng zo'r modlarini telefonga yuklashni, ya'ni Puja Launcher yuklashni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Puja Launcher ilovasini o'rnatish kerak bo'ladi. Puja Launcherni qayerdan? Play Marketda yo'q-ku desangiz, Telegramga kirasiz. Clouds modu. Va mana bu kioskga mana buni yozasiz. Mana buni. Mana kanalni topib olasizlar. Puja Launcher 2025 o'zbekning bayrog'i, O'zbekistonning bayrog'i. Shunisiga bosasizlar. Kirdimi? Keyin teparoqqa o'tkazasizlar. Bu juda ham zo'r kanal. O'zim hamma videolarini ko'rib bo'lganman. O'tkazasiz. Mana birinchi darslikka qarasanglar, mana Puja Launcher nima degan darslikning tagiga tashab qo'ygan. Mana bu. Mana xuddi shu mashina. Shuni o'rnatib olasizlar. Undan keyin Clouds Telegram kanaliga kirasizlar. Emas, Clouds Mods Telegram kanali. Mana buni bosasizlar. Mana Clouds Mods Telegram kanali. Va bu yerdan o'sha modni topib olasizlar. Xos. Mana buni bosasizlar. Faylni bosib topasiz shu modni. Hozir topib beraman. Mana topdim. Mana nima turibdi mana. Mashina. Shuni mana buni bosasizlar. Mana buni. Zip deyilgan papkani ustiga bossanglar, qarchi yuklay olasizlar-da. Keyin mana shu ustiga bosib turib, mana bu tugmani bossanglar, shu tugmani ustiga bossanglar, o'shani topib beradi. Qarchi shu xohlagan modni o'rnatib olgandan keyin hozir va nihoyat topdim do'stlar. Mana buni mana shu faylni bosasizlar. Mana buni yonida turibdi. Tepasida Traps yonida turibdi. Mana shunday nuqtani bosasizlar-da. Bosib, mana buni bosasizlar. Men shuni bossanglar, faylga bitta bossanglar bo'ldi. Faylga o'rnatiladi. Men o'rnatib qo'yganman. Hozir endi Zarchiver ilovasi kerak bo'ladi. Mana bu Zarchiver ilovasi mana. Mana shu Zarchiver ilovasini yuklab olasizlar-da, shuni ustiga kirasizlar. Va endi bu yerdan mana bu downloading degan nima bor. Mana shu downloading ustiga bosib shu modni topasizlar. Mana turibdi mana shu ustiga bosib turib, mana nusxalamoq degan nimani bosasizlar. Kopirovat-da ruschasiga. Mana nusxalab bo'lgandan keyin chiqib ketasizlar-da, Android bosasizlar. Data. Keyin sizlarda bunday chiqmasligi mumkin. Sizlarda mana bunday chiqadi hozir. Qaranglar. Bunday chiqmaydi sizlarda. Ko'pinchalarda chiqmaydi. Men o'zimda ham chiqmagan. Birinchi mana bu yerda fayllar nastroykasiga kiriladi-da. Keyin mana bu yerda taxminan mashqlar
fayl nastroykasiga kirgandan keyin mana mashitlarda bitta tugma turadi. Fayllarni o'chirmoqmi, yangilamoqmi, shu o'chirmoqni bosinglar, yangilamoqmi shunaqangi o'xshaydi. Mashitlarda turadigan knopkani bitta bossanglar, mana shu narsa chiqib qoladi. Keyin chiqqandan keyin mana buni bosasizlar. Mana net kdd Pojan Launcher debugni bosasizlar ustiga. Keyin faylni bosasizlar, files. Undan keyin hech narsa chiqmaydi, shunday turadi. Mana bu knopkani bossanglar, mana bu. O'sha knopkani bosib, mana yashirinni bosib qo'yasizlar. Shu yashirin knopkasini bosib qo'ysanglar, Minecraft chiqadi. Bosasizlar ustiga. Keyin Minecraft bosgandan keyin mods papkasi chiqadi. Mana. Shu mods papkasini ustiga bosib, keyin mana buni bosasizlar. Qarchi, mana ko'k tugmani bossanglar, mana o'rnatiladi. Bo'ldi. Klaus modlari tayyor. O'rnatildi Klaus modi. Do'stlar, ko'rdinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Video yoqdimi? Menimcha ko'pchilikka video tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Hammaga xayr, sizlar bilan men Doniyor Gaming bo'ldi.